Assalomu alaykum hurmatli fuqarolar. Biz prezidentimiz topshirig'iga asosan har hafta shu fuqarolar bilan uchrashuvlar o'tkazib, tadbirkorlar bilan kimda qanaqa muammo bo'lsa hal qilamiz. Kredit olmoqchi bo'lsanglar yoki boshqa bitmayotgan tashkilotda ishinglar bo'lsa, aytsanglar, boshqa tashkilotlarnikini o'ziga o'zimiz shu Agrobankka tegishli murojaatlarni o'zimizga qabul qilib, buni tez fursatda yechib hal qilib beramiz. Agar kimda kim kredit olmoqchi niyati bo'lsa, hozir aytsanglar, biz shu kreditlarni tez fursatda chiqarib beramiz. Bizda o'zi 312-qaror, bundan tashqari biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam mahalla loyihasi doirasidagi kreditlarimiz bor. O'zimizga biriktirilgan hududlarda mahalla loyihasi biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam kreditlarimiz yillik 25% dan 50 million so'mgacha ajratamiz. Agar kimda kim xohlasa, o'z murojaat qilsanglar, agar kredit kerak bo'lsa, kredit ajratib beramiz. Kimda kreditga ehtiyoji bor? Men Obidjon Meroqnoy, Zarg'oldog Murfeyadan keldim. Hozir qishloq xo'jaligi bo'yicha 17 million kredit olmoqchiman. Bo'ldi, sizga 17 million kreditni yillik 25% stavkada 4 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan ajratib bersa bo'ladimi? Bo'ldi. Yana kimda? Men Ahmadjon Shohjahon, Sohibjon fuqarosiman. Menga qishloq xo'jaligi bo'yicha 17 million kredit kerak. Qishloq xo'jaligiga. Bo'ldi, kredit qilib beramiz. Hujjatlaringizni topshirsak, skoringdan o'tkazib, bu yerda kamera orqali bir zumda kreditlaringizni chiqarib beramiz. Menga ham shu yo'nalishda kerak. Qishloq xo'jaligi yo'nalishida o'sha 17 million kerak. So'rab keldim hozir. Bo'ldi, shu akamizga, opamizga aytganimizdek 25% dan 4 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan bo'ladimi? Men Ahmad Aliyeva bilaman. Tashqarmadan keldim. Qishloq xo'jaligi bo'yicha 10 million kredit olmoqchiman. 25% yillik 25% bilan 4 yil muddatga 6 oy imtiyozlar bilan bersa bo'ladimi? Yana bor boshqa? Masalan, rahmat ta'minlarga